Ha? Agar men sizni o'g'riligingizni bilganimda hayotda erga temasdim. Nimangda o'g'irladim seni? Nimani o'g'irladingiz? Bu nima? Ishga ketdim. Iya, keling qo'shni. Kim ekan? Qo'shni kelibdi. O'g'lini kolyaskasini kimdir o'g'irlab ketibdi. Yomon bo'pti-ku. Haligi akam ko'radilar, borib bozorlik qilib keling. Vo, qaynakam bilan bitta ko'rishib chiqing. Assalomu alaykum. Senim soatimni ko'rmadingmi? Bozorlik olib keldim. Soat qani? Qanaqa soat? Akamning soati. Bilasizmi, akam Dubaydan $500 olgan ekanlar. Mana ishlab. Qayerga ketyapsiz? Men uni 200 mingga sotib ketdim. Ey bola, o'g'irlikni qachon tashlaysan ha? Uylantirgandim seni o'g'irlikni tashlaysan deb. Xotiningni olyapti-ku. Ajrashaman deyapti. Eshityapsan? Ajrashaman deyapti. Tashlaysanmi yo ajrashasanmi? Ha? Bo'ldi dada. Va'da beraman, boshqa umuman qilmayman o'g'irlik. Bo'ldi, ishondim. Qara-ya. Telefonimni qayoqqa qo'ygandim? Topolmayapman. Kela? Aka, olasizmi yo'qmi? Kim ishlatgan buni? Insofli, diyonatli, o'ta halol bobay ishlatgan.